Payg'ambarimiz alayhissalom nima dedilar? Kim bir ayolni eri bilan orasini buzadigan bo'lsa, u meni ummatim emas deganlar. Batta dadasi bo'lsa, onasi bo'lsa mayli demaganlar. U dadasimi, qizdi yo kuyovdi, onasimi yo qizdi yo kelindi, yo kuyovdi, farqi yo'q. Aka, qaynog'a, qayni singil o'sin, farqi yo'q. Bitta er xotinning orasini buzilishiga sabab bo'lyaptimi? U ummat bas. Shuning uchun buni tushuntirish kerak. Masalan, akamiz, ukamiz oilasiga yo onamiz yo dadamiz shuni yo'qotasan deyotgan bo'lsa, jon ona, jon dada, to'xting. Mashi qiliq ajrimga sabab bo'laladimi? Qizik shuna bo'lsa, kuyov haydab yuboryapsan. Shuni o'rniga o'zimiz qo'yib ko'raylik, singlimiz, opamizni. Shuna qilsa, shuna bo'la, shunga rozi bo'lasizmi? Ota-onaga shuni do'q qilmagan holatda tushuntirish kerak. Arzimagan narsalarga qo'yib yuboryapti.